Assalomu alaykum qizlarjonlar, hormanglar, yaxshimisizlar? Bugun kunimiz juda ham produktivniy bo'ldi. Kyoto shahrida juda ko'p joylarni ko'rdik. Ularni sekin-sekin sizlarga qo'yib boraman. Zapis qilib keldim hammasini. Hozir sizlarga e'lon etmoqchiman. Dilafruz Hidoyatovan taniysizlar, pedagog, metodist. O'zingizni kursingizni yozmoqchi bo'lsangiz yoki onlayn, offlayn tarzda bilimlaringizni yetkazmoqchi bo'lsangiz, qanday soha vakili bo'lishingizdan qat'iy nazar, siz Dilafruz Hidoyatovani boshlayotgan dushanba kuni boshlangan prof kurslarda ishtirok etishingiz mumkin va o'zingizni kursingizni to'liq chiroyli qilib samarali tashkil qilishingiz mumkin bo'ladi. Men o'zim juda ham tavsiya qilaman. Masalan, hali endi kurs boshlayotgan va bilimini bo'lishmoqchi bo'lgan ayollarimiz uchun bu juda katta zo'r imkoniyat deb o'ylayman. Ayniqsa bu prof kurs. Shuning uchun agar sizga qiziq bo'lsa, mana shu ссылкаdan havoladan o'tib qo'ying.